hoziroq tekshiring. Chunki bu juda xatarli signal. Organizmda qon aylanish juda yomon bo'lib turgani va yurakka qiyinchilik bo'layotganidan darak beruvchi ilk asosiy belgilardan biri bu oyoqda achchiq shish bo'lishi. Buni qanday sinov bilan tekshiriladi? Shunchaki oyog'ingizni boltir sohasiga qo'lingizni barmoq bilan bosim bilan chuqurcha hosil bo'lguncha bosing. Mana. Barmog'ingiz sekin kiradi, qo'yib yuboring. Agar 1, 2, 3 degan soniyagacha sanaganingizcha shu chuqurcha barmog'ingizni izi yo'qolib ketmaydigan bo'lsa, unda sizda achchiq bor. Qon aylanish oyog'ingizda yomon bo'lib turibdi. Agar 3 soniya sanagunizcha tep-tekis bo'lib ketadigan bo'lsa, unda xavotirga o'rin yo'q. Hoziroq oyoqlaringizni mana shu sinov bilan barmoqlarni bosingda tekshiring. Iz qoldimi yoki qolmadimi? Kommentariyaga yozing. Chuqurcha hosil bo'lib iz qoladigan bo'lsa, menda iz qoldi deng. Iz qolmaydigan bo'lsa, menda qolmadi deng. Men bularni bir qator sanab chiqib foizini chiqaraman tomoshabinlarni qanchasida oyoq shishi bor ekan yoki yo'q ekan deb. Endi oyoqdagi achchiq shishlar qanday vaziyatlarda yuzaga keladi? Asosan kundalik turmush tarzida zo'riqib tik oyoqda ko'p ishlab yurganlarda va ortiqcha vazn borlarda. Bu juda qo'rqinchli holat emas, lekin yurakda, buyrakda muammo, jigarda kasal borlarda bu achchiq shish yo'qolib ketavermaydi. Iloji boricha oyoqni tez-tez mana shunday tekshirib turing va shish hosil bo'ladigan bo'lsa, darhol kardiologga yoki terapevtga uchrashing. Ayni hozir o'zida sizda chuqurcha hosil bo'lib 3 soniyani ichida ketmasdan achchiq belgisi namoyon bo'lgan bo'lsa, nima qilish kerak? Birinchi navbatda bugundan boshlab tuzni kamaytiring. Achchiq, sho'r mahsulotlari umuman yaqinlashtirmang. Ovqatlarga, salatlarga o'zingizga alohida tuzini yarim barobar oldingilarga qaraganda kamaytirib ovqat tayyorlang, yegulik tayyorlang. Tuzni kamaytirib tashlang. Ana undan keyin kuniga toza suvni o'zini 1,5 litrgacha iching. Kuniga, ertalabdan kechgacha va bo'lib. Iloji boricha soat 6 dan keyinga qadar shu suyuqlikni ichib bo'ling. Va bundan keyin kun davomida miyata yoki limonli choyni 1-2 stakan achchiqqina damlab iching. Tez-tez siydirib tashlaydi. Siyib tashlang. Ana undan keyin kechqurun soat 6 bilan 7 ni orasida oyoqlaringizni devorga agar birinchi marta ko'tarayotgan bo'lsangiz 3 minut, oldin ko'tarib o'rgangan bo'lsangiz 5 minutdan 10 minutgacha ko'tarib yoting va ertalab va kechqurun oyoqni panja mashqlarini bajaring. Mana shu jarayonni 5 kun qiling. Hozir aytgan hamma ishlarni har kuni qilib 5 kun qiling. 5 kundan keyin boyagi sinamani yana qilib, achchiq shish bormi yoki yo'qmi tekshiring. Agar yo'qolmagan bo'lsa, doimgi holat bo'lib turgan bo'lsa, darhol kardiologga yoki terapevtga uchrashing. Agar oldingidan ko'ra yaxshilanib, chuqurcha tez yo'qolib ketadigan, shishni alomati bo'lmaydigan bo'lsa, bunday holatda har oyda bir marotaba kompleks qilib 5 kun davomida bajarib turing. Iloji boricha aktiv harakatda bo'ling va yurak qon tomir tizimingizni doim tekshiruvdan o'tkazib turing. Demak, oyoqda bo'ladigan shish butun tanadagi qon aylanishi, yurakni, jigarni, buyrakni holatini aytar ekan, bu narsani tez-tez bajarib tekshirib turing va bee'tibor bo'lmang. Shunday ekan, bugun sizlarga eslatmoqchi bo'lgan lavhamiz shulardan iborat edi. Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, kommentariyalarga yozing. Mana shu uslubda endi qisqa tekshiruv sinamalari haqida ham sizga eslatib boraman.